Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nafas olmayapti, og'ziga ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmaylik. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Soppa sog'ing bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga polisiga olib keldingiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nima gunoh qilading? Ey, tushuntirib berdim senga. Nima gunoh qildi? Hey! Hasan, voy, nimaga mendan jirkan vossanla? Sudimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman baba. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Hey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yo'q bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka to'xta. Boshlardan shu. Nimaga buyurib qolinglar? Qo'rqaman, qo'rqaman. Aka, ketmayaptimiz, o'tinaman. Mendan rozi bo'l, ukam. Nimaga rozi bo'l. Aka! Savol javobini olsam bo'lsin, ukam. So'rayman, meni tashlab ketdi. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar, qani. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang! Eshtinglar, odamlar meni. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib olgan tabletkadan keyin 5 zo'r ketadi. Yo'q. Kerak emas.